12.500 rublni Alloh arizi bergur. Bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmati bor. Siz o mashinada 3 kunlab borib kelib yuribsiz, samolyotda bori yo'q bir kunda granitsa xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Do'stim, siz Rossiya hududidasiz. Migratsion kartangizni yangilashingiz kerakmi? Biz sizlarga yaqindan yordam beramiz. Sizni mashinada sarson qilib 3 kunlab olib yurmaymiz. Bor yo'g'i samolyotda 24 soat ichida kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Shunaqangi arzon narxlar chiqadi, hattoki mashinadan ham arzon narxda chiqadi. Endi o'zingiz hisob kitobingizni qilib ko'ring. Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kun umringiz o'tadi. Undan tashqari yo'lda ichki ishlar har bitta xodimni to'xtatsa, misol uchun yaxshigina daromadingiz, pulingiz ketadi. Undan tashqari yana yeb ichish bor, 3 kunlab qiylanib yurish bor, 3 kunlik oylig'ingiz ketadi. Keling do'stim, bor yo'q bir kunda maza qilib, komfort holatda mana samolyotlarda oyog'ingizni cho'zib, kirdi chiqdi xizmatdan foydalaning. Agarda qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 921 762 25 00 raqamlariga Telegram orqali murojaat qiling. Sizlarga mutaxassislar to'liq holatda ma'lumot beradi. Ahlan va sahlan.